Oramizda ramyonxo'rlar bormi? Hammaga salom, bu men Nina. Koreya hayoti va qiziq ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Ishonavering, men bilan zerikmaysiz. Ishni qozonchaga suv quyishdan boshlaymiz. Bugun sizlar bilan ramyonni qiyomatli dugonasi Lappokini tayyorlaymiz. Haligacha esimda. Bitta mashhur bloger ramyonda lamyon bo'ladi desam men bilan urushgan. Dugonalar, kelinglar, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganamiz. Ramyon emas, lamyon. R harfini o'rniga L harfini qo'ysak bo'ldi. Ovqatga qaytaylik. Xullas, mana qilib sevishib turgan ikkita toppokkechalarni bir-biridan ayirib boramiz. Keyin bo'lsa ustidan kukunini sepamiz. Koreyada halol lamyon topish biroz muammo. Lekin men foydalanayotgan mahsulotlar ham halol deb ayta olmayman. Shunday bo'lsa ham sizlarga tavsiya qila olaman, chunki hech qanday go'sht mahsulotlari kirmagan na tokka, na lamyonga. Bir marta bo'lsa ham tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishdi. Pishmagan xamirchasi ham mazali ekan. Maktab vaqtimda juda ham yemsaq bo'lganman. Shuna qilib xonada qitirlatib yeb o'tirardim ekan. Dugonalarim aytdi. Ammo o'zim eslolmayman, chunki maktabni bitirganimga 11 yil bo'lyapti. Yana mavzudan chetlashib ketdim. Bu lappokimiz tayyor bo'lgan ko'rinishi Fudasa bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Roltinini solganingizdan keyin tezroq olib olishingiz kerak tovadan, chunki roltini ishib ketsa yeb bo'lmay qoladi, yegingiz kelmay qoladi, ta'mi buzilib ketadi. Endi bu lappokini nima bilan yesa bo'ladi desangiz, Koreyada shunaqa sariq trubchalar sotadi. Tammuji deyiladi. Dugonalar, bitta pishirib yeb ko'ringlar. Rostdan ham shunaqa shirin rol o'ynayotganim yo'q. Bo'pti, keyingi reyslarda ko'rishguncha.